Go'lishten buzoqchalarimiz. Bugungi syomkamiz, bugungi xizmatimiz Qo'qon shahrida. Buzoqchalarimizga vitaminlarni qilamiz. Bu yerda otalari bor, otalariga ham vitamin, hammasiga vitamin qilgani firmaga keldik. Hozir sizlarga obunachilarimiz bularni otasi va enalarini ko'rsatamiz. Onalarni, ya'niki enalarini ko'rsatamiz. O'zlaring ko'rib baho berasizlar. Bularning sifatiga. Bunisi hali ham uxlab yotibdi ekan. Endi qaratsak, mana bularning onalari. Bu sigirlarimiz sut yo'nalishida 3 mahal yem berilar ekan. Ertalab, obed, kech. Obedda quruq xashak ekan. Kechga va ertalab silos bilan somon aralash atala ichar ekan bular. Bu sigirlarimizni sifatini qarang. Hozir bu yerda silos bilan somon aralashyapti. Obedga quruq xashak beda yeydi ekan. Mana buni bolalari. Bular o'ta yuvosh bo'ladi, o'rgangan. Bular sifatini qarang. Kimga yoqsa, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu sigirlarimiz asosan sut yo'nalishida. Bularda sutini ko'paytirgani yana qo'shimcha oziqa berilyapti ekan, ya'niki qizilcha. Qizilcha berilyapti ekan, bular sutini ko'paytirgani. Suti o'ta ko'payyapti ekan, lekin patolog o'shalarga qo'shimcha biz sutini qo'shgani hamda vitamin oqsilga immunitetni ko'targani, vitamin qilgani keldik bularga. Shoshmay tur, seni ham olaman videoga. Bu sigirlarimiz turishini qarang, sifatiga baho bering. Buqalar ham qolishmaydi buni o'rtasida. Bu sigirlarimiz ertalabki yemlarini, xashaklarni yeb olishibdi. Ular damda olib yotibdi maza qilib. Endi bular ham videoni qiziqib qolib sizlarga ham ilindim, obunachilarimizga ko'rib baho berib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana o'zlarini nasllari o'sha sigirlarda, ya'niki bolalar o'zlariga nasl qilishmoqchi ekan buni. Buni ukalari deylik. Hurmatli obunachilarimiz. Hozir hech kim ko'rmagan, hech kim bilmagan Kotki deydi, zo'r deydi, nomeradin buzoqchalarni ko'rsatamiz. Kimga qiziqarli bo'lsa, shunday videolar pastda obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yasizlar. Biz kuzatib borayotgan, biz chiqarib borayotgan videolardan birinchilardan bo'lib ko'rishdi. Istaganlar uchun biz kundan kunga qiziq videolar, sifatli sigirlar, buqalar, g'unajinlar, buzoqchalar chiqarib boramiz. Mana buzoqchalarimizga, g'unajinchalarimizga yemlar tayyor qilib qo'yibdi. Endi olib borsak,
ko'tarmay tomog'im qichishib ketdimi seni. Qaratsak ularda oldida pastianniy kepak bo'lar ekan. Kepak deyib yotibdi maza qilib, qorinni to'qlab. Hozir men mana bu yerda zo'r shved sigirni ko'rib qoldim. Hozir sizlarga ko'rsataman o'sha sigirda. Mana o'sha shved sigirimiz 35 litr sut berar ekan. Shunimiz 35 litr, 40 litr sutgacha. Mana qolganlar eng kami 20 litr, 25 litr ekan. Eng ko'pi 40 litrgacha sut yo'nalishida. Yotishini qarang, bular mazza qilib yotibdi. Mana endi biz ham syomkamizni to'xtatamiz endi. Bizni kuzatib borayotganlaring uchun avvalambor rahmat. Tutayotgan ro'zalaringni Xudoning dargohida qabul qilsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lib qo'yasizlar.